Barchaga efirda yana biz sizlar bilan Newmoon ishtirokchisi. Bugun sizlarga nickni qanday tanlashni ko'rsataman. Oddiy nick qilib mamnun yozsangiz ham bo'ladi. Lekin keyinchalik o'yin davomida bu sizni qoniqtirmasligi mumkin va natijada chiroyliroq nick qo'yish. Mana meni ikkinchi profilim. Xo'p, unga mana ko'rib turganingizdek chiroyli shriftlar bilan yozilgan, belgilar qo'yilgan. Xo'p, bu belgi qo'yish va davlatni tanlash faqat bir marta amalga oshadi. Mana misol uchun hozir men O'zbekiston tanlamoqchi bo'lsam, menga endi kartochka uchun olmosdan sotib ol deb ko'rsatadi. Demak, hozir men qilgan xatoni qilmanglar. Davlat bayrog'i yoki ismlaringizni bir marta o'zgartirishingiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib tanlash va chiroyliroq nom qo'yishni tavsiya etaman va turli xil belgilardan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun men turli xil programmalardan foydalanib ko'rdim. Misol uchun, xo'p, mana call text and необычный va style text degan предложениyalardan foydalanaman va turli xil ko'proq предложениyalardan foydalanaman. Bular eng tavsiya etganim, bu sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lganim bu stylish text. Bu programmani skachat qilishingiz bilan nicklaringizni, misol uchun mana bu yoqda so'z yozish mumkin. Misol uchun birorta so'z yozamiz. Mobile Legends. Misol uchun mana shu so'zni yozdik. Xo'p, endi bizga kerakli bo'lgan shriftlar bilan ko'rsatadi. Mana marhamat. Xohlaganingizni qo'yib olishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'plab variantlar bor. Agar bu oddiydek tuyulayotgan bo'lsa, demak iskustvoga o'tamiz. Bu yerda turli xil stikerlar bilan nomlaringizni belgilab berishadi. O'zingizga mos va yoqqanini tanlashingiz mumkin. Agar bu ham bo'lmasa, sizga yoqmasa, demak call and text and degan предложенияni olasizlar. Bu yerda turli xil simvolический simvollar bor. Misol uchun mana ko'p foydalanadigan bu bo'ladi. Birinchida turgan va juda ham ko'p stikerlar bor bu yerda. O'zingizga moslarini olishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda xatlar uchun, ya'ni mana bu yerda misol uchun my text mana bu yerda kiritasiz. Misol uchun hozir kiritib ko'ramiz. Mana kiritdim. Ana endi mana raqamlarni bosishingiz bilan sizga kerakli va ajoyib ko'rinishdagi stikerlar nomlarini yozib berishadi. O'sha nomlarga men xohlagan emblemangizni qo'yishingiz mumkin. Videomiz shu bilan tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.